Bu filmni yoshi katta tomoshabinlar ayniqsa yaxshi eslashadi, ammo o'rta yoshlilar ham Hind kinosining bu mumtoz namunasini ko'rishgan va yoqtirishgan. 1975-yilda ekranga chiqqan Devor filmi romantika qiroli deb e'tirof etilgan Yash Chopraning rejissyorligida suratga olingan bo'lib, ssenariyni Salim Javed dueti yozgan. Gulshan Ray prodyuserlik qilgan filmda bosh rollarni Amitabh Bachchan, Shashi Kapur, Nirupa Roy, Parvin Babi, Neetu Singh o'ynagan. Devor filmida aka-uka halol yo'ldan yurib politsiyachi bo'lgan Ravi va jinoyat ko'chasiga kirib qolgan Vijay haqida hikoya qilinadi. Hayot ularning yo'llarini to'qnashtiradi. Ravi akasini hibsga olib, jinoyatlari uchun jazolashi kerak. Onasi Sumitra Devi ikki o'g'li o'rtasida qolib azoblanadi. Voqealar rivojlangan sari aka-uka o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borib, fojiali yakunlanadi. Devor filmidan so'ng Hind kinosida darg'azab yigit obrazi mustahkamlandi. Amitabh Bachchanning Vijay roli uni milliy yulduzga aylantirdi. Filmda yangraydigan "Tere pas kya hai", ya'ni sening nimang bor? "Meri pas maa hai", ya'ni mening onam bor degan dialog Hind kinosidagi eng esda qolarli dialoglardan biri bo'lib qoldi. Devor filmi 1976-yildagi Filmfare mukofotlarini topshirish marosimida eng yaxshi film, eng yaxshi rejissyor, ikkinchi darajali roldagi eng yaxshi aktyor, eng yaxshi ssenariy, eng yaxshi hikoya, eng yaxshi dialoglar, eng yaxshi ovoz nominatsiyalarida g'olib bo'ldi. Amitabh Bachchanning nomzodi eng yaxshi aktyor nominatsiyasida mukofotga ko'rsatildi, ammo u g'olib bo'lmadi. Filmga oid qiziq faktlardan biri shuki, ssenariyni Salimxon va Javed Axtar adolat tizimining kambag'allarga nisbatan adolatsizligidan ranjish tufayli yozgan. Ko'p prodyuserlar Salim Javedning bu hikoyasini qora va o'ta darajada siyosiy deb hisoblab rad etishgan. Yash Chopra esa tavakkal qilib uni suratga oldi. Bu tavakkal unga haqiqiy muvaffaqiyat olib keldi. Filmda tasvirlangan shahar hayoti, bandargohda yuk ko'tarib kun ko'radigan Vijay obrazini Salimxon haqiqiy Bombey bandargohidagi hayotni kuzatish asnosida yozgan. Devor kinokartinasi 100 haftadan ortiq vaqt davomida kinoteatrlarda namoyish etildi va superhit darajasiga ko'tarildi. Aynan shu film muvaffaqiyatidan so'ng Hind kinosida jinoyat ko'chasiga kirib qolgan qahramonlar haqidagi filmlar ko'paydi. Izohlarda ana shu film haqidagi fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu film sizga ham yoqadimi?